Hurmatli aziz do'stlar, aziz surxondaryoliklar. Bugun elimizda, yurtimizda katta bayram, Navro'z shodiyonalari. Ana shunday shodiyonalar oldida, shodiyonalar ishlarida xalqimizning quvonchiga yana bir quvonch qo'shildi. Bir necha daqiqalar ilgari mana shu Surxondaryo viloyat hokimiyatining yonida katta bir favvora musiqali mana shu uylar solinib turadigan va ana shu musiqa ohanglari bilan hamohang ishlaydigan ana shu favvora ishlaydi va ana shunday katta shodiyona bilan butun Surxondaryoliklar mana meni yonimda bir guruh jurnalistlar, blogerlar, mana do'stlarimiz, shogirdlarimiz turibdi. Murodjon Chavlaqov Surxondaryo viloyat hokimligining matbuot xizmati rahbari avvalambor mana shunday katta shodiyonada butun do'stlarimiz, jurnalistlarimiz, blogerlarimiz mana shunday bayram kunlarida nimalar qilyapti? Assalomu alaykum, holat kelibsizlar. Bo'lsa aholining kayfiyatini ko'rib, har xursandchiligimiz kelyapti. Bayramga qo'shnilarni kayfiyati yanada ruhlantiradi. Yurtimizni qaysi bir chekkasida bormang, obodlik, charchalik, farovonlik hammasi prezidentimiz olib borayotgan siyosatni aholini o'ylayotganlari natijasi. Mana bugun Surxondaryoni surxondaryoliklarimiz, xalqimiz yana bir quvonchli shodiyonani guvohi bo'lib turishdi. Surxondaryo viloyati hokimligining oldida mana bolajon bog'i bo'ladi, ko'p kishi biladi. Ana shu bog'imiz qayta rekonstruksiya qilinib 180 metrga ko'p kishi taniydi internetda. Dubaydagi Grand Qatar hududida xuddi shunaqa favvora, musiqali favvora, ya'ni ranglar bilan balandga suvdan bir har xil shakllar, muzika ohangida harakatlanadigan fontan ishga tushdi va buni yonida Boqiy shahar. Bu Boqiy shahar ham loyihasi shunaqa qilingan, juda ko'p kishi biladi. Avvaldan Termiz hududi eski shahar xarobalari hali ham saqlanadi. Eski mana shu loyihalar, dizayni, arxitekturasi mana shundan olinib, bugun qarshimizda shunaqa bir mahobatli yana bino qad rostlayapti. Bu ham yaqin kunlarda Xudo xolasa xalqimiz uchun foydalanishga topshiriladi. Bu qarshimizdagi fontan ham buni necha oylik Termiz xalqi uchun, aholisi uchun foydali ekanligini mana shu surxondaryoliklar juda yaxshi biladi. Termizimiz juda issiq. Yoz kunlarida bolalarni sayrga olib chiqish juda qiynalardi. Mana bunaqa hududlarni ko'payotgani albatta xalqimizni madaniy hordiq chiqarishda, yaxshi kayfiyat bilan oilasi bag'rida bir yaxshi taassurotga ega bo'lishlari uchun, farovon hayot uchun yana bir obyektlardan, muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Albatta xush kelibsizlar. Ko'rdim bugungi bayramda sizlarning kayfiyatlaringiz ham juda xursand bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqlarda qarayapman, faqat o'zlaringizdagi xursandchiliklarni, shodiyonalarni xalqimizga yetkazishga harakat qilyapsiz. Xalqimizda bir narsa bor. Ari bol qidiradi deydi-ku, bolga qo'nadi. Shuning uchun yaxshiliklarni xalqimizga yetkazishdan charchamaslik kerak. Buni ham bir savobi bor. Xalqimizni qanchalik kayfiyatini ko'tarsak, ularni ruhlantirsak, buni oz bo'lsa-da bizga mana shu savobi tegadi. Hammalaringiz uchun rahmat. Bu yerda ishtirok etmayotgan blogerlarimizga, jurnalistlarimizga, televideniyada ko'rgan bo'lsanglar, har bitta jarayonlarni to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatishdi. Jurnalistlarimiz, ekran ortida xizmat qilgan texniklarimiz hammalariga rahmat. Mana bu Navro'z bayrami shodiyonalari o'tgani bilan hududlarimizda bayramlar davom etadi. Bu obyektimiz endi bundan buyog'iga xalqimiz foydalanuvida bo'ladi. Bolalaringiz bilan, nevaralaringiz bilan, mehmonlar bilan bemalol keling. Eshiklarimiz ochiq. Xush kayfiyatda mana shunaqa musiqa sadolari ostida kayfiyatingizni ko'tarib ketasiz. Rahmat. Tashakkur Ravshanova. Navro'z bayramining bir tuhfasi desak ham bo'ladi. Xalqimizga mana shunday tuhfalarni ulashadigan muhtaram prezidentimizga rahmat deymiz. Mana shu Surxondaryo elini boshqarib turgan Ulug'bek Abdullatovga alohida rahmat, tashakkur deymiz. Murodjon, sizga ham mana shu bitta hali kunni boshqarib mana shunday favvoralarni ko'rsatib, xalqimizga
Farovonlikka yanada farovonlik ulashganingizga sizga rahmat. Tadbirkorimizga boyagi aytib o'tgan yana katta tashakkur. Endi bir vaqtlar juda katta bir yozuvchilarimizdan biri Surxondaryoga kelganda Toshkentga qaytib borgandan keyin qani Surxondaryodan qanday taassurotlar bilan qaytdingiz deganda men Surxondaryo deganda eshak mingan cholni-yu kallasi katta kampirni tushundim degan. Bugun bu taassurotlar mutlaqo o'zgargan. Surxondaryo deganda O'zbekiston tarixini, Surxondaryo deganda ma'naviyat quchog'ini, Surxondaryo deganda butun O'rta Osiyoni tarixini tinglaydigan bir tushuncha yetib keldi. Bugün kim ishonmasa, bo'layotgan yangiliklarga kim ko'zi yetmasa, Surxondaryoga, Termizga kelsin. Butun bo'layotgan yangiliklardan o'zlarini ko'zi bilan ko'rib olmoqchilar. Biz barcha yurtdoshlarimizni, jurnalistlarimiz tomonidan, ommaviy axborot vositasi xodimlari, blogerlar tomonidan yana bir karra bayram bilan muborakbod aylaymiz. Xonadoningizga fayz baraka yog'sin. Yana bir narsa, hozir xabarlaringiz bor, Tojikistondan delegatsiya tashrif buyurgan edi. Ular turizm ko'chasida har bitta tumanlarimizda turizm ko'chalari bo'lyapti. Bu yerda tomosha qilishdi va mana shu musiqali favorani oldida kelib tomosha qilishdi. Ochig'i hayratlarini yashirishmadi, degan bo'layotgan o'zgarishlarni yuqori ta'riflashdi. Mana shu obyektimiz ham tadbirkorimiz juda katta hissa qo'shgan kishi nima deydi? Qayerdan yetib keladi? Bu har bittasi tadbirkorlikka yaratilayotgan imkoniyatdan orqasi. Oldin tadbirkor shunaqa imkoniyatga ega bo'larmi? O'zidan ortib xalq uchun foydalanish uchun mana shunaqa chiroyli ko'rkam maskanlarni foydalanib topshilarmi? To'g'risi bu hali boshlanish. Ana bugun prezidentimiz rahbarligida bo'layotgan selektorda tadbirkorlar uchun berilgan imkoniyatlarni ko'rib tadbirkor bo'lmoqda. Ayollarimiz tadbirkorlarga tasavvur qiling, olayotganda 2% arzon, foiz qisqartirib beradi. Bundan tashqari 2,5 million dollar beradi. Alohida ayollar uchun, yana shuncha yoshlar uchun. Endi bugungi kvotalarning imtiyozlarini ko'rib to'g'risi shoshib ketasiz. Men nima demoqchiman? Chetda yurgan, musofirlikda yurgan mana shu yurtdoshlarimizni, qolaversa vohadoshlarimizni da'vat qilib qolaman, chaqirib qolaman. U yerda xizmat qilyapsizlar. Charchamanglar, oilalaringizni boshiga sog', omon, eson-omon yetib kelinglar, lekin Surxondaryoda bugun O'zbekistonda bugun bo'layotgan o'zgarishlarni his qilinglar, tasavvur qilinglar, juda katta. Mana shu qilayotgan ishlaringizni o'rganib, kelib mana shu bola chaqangizni oldida, kelib do'st birodarlaringizni, ota-onangizni oldida kelib ishlaringizni davom ettiring. Buning uchun juda katta imkoniyat, sharoitlar bor. Xususan mana Surxondaryoni o'zida oladigan bo'lsak ham, qaysi tadbirkor bilan bormang, hozir borib eshik taqillatib, qarson bo'lib yurmaydi. Borib har bittasi hozir davlat xizmatlarida ariza topishadi. Kerak bo'lsa har bitta rasmiyatchilik qog'ozbozlikdan yiroqda ko'p narsa. Shuning uchun hamma yomon fikrlarni chetga surib, yaxshi kayfiyat bilan kelib, mana shu yurtingizga, vohangizga kelib, rivojlanishni o'zingizni hissaysiz boshlang. Yana bir marta hammani Navro'z bayrami bilan bayramlar ko'rib bayramlar muborak bo'lsin. Har bittalaringiz oilangizni boshiga, yaqinlaringiz boshiga sog'-omon bo'linglar. Mana mehmonlarimizdan hozirgi do'stlarimizni, jurnalist, bloger, aka, opa, singillarimizni ko'rib, to'g'risi yana bir ular aytishdi, keling bitta intervyu qilaylik. Ko'ryapman kayfiyatlari juda ham yuqori. Bu kayfiyatni xalqimizga yetkazishga. Kelinglar barchalaringiz shu obyektlarni ochib, hammalaringizga bayram muborak. Hammalaringizga bayram muborak.